Bir qabrdan butun jahon urushi boshlanishi mumkinmi? Amir Temur va Temuriylar qabri 1941-yil 21-iyun kuni Samarqanddagi G'or Amir maqbarasida Sovet hukumatining topshirig'i bilan ochilgan. Ekspeditsiya tarkibida mashhur antropolog Gerasimov ham bo'lgan. U bosh chanoqdan Temurning yuzini qayta tiklash vazifasini bajargan. Qabrtoshlarda muhim ogohlantirishlar yozilgan. Kim ajdodlar xokini bezovta qilsa, uni eng dahshatli qarg'ish ursin. Shundan so'ng Temur qabri 21-iyun kuni ochib bo'lindi. Jasadlar chiqarildi. 22-iyun erta tongda nemis harbiylari Sovet ittifoqi hududiga bostirib kirdi. Mana shunga o'xshagan fikrlarga o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Ilmiy nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushi 1939-yilda boshlanib bo'lgan edi. Ertami kechmi Sovet ittifoqi bu urushga tortilishligi aniq edi. Farazan olib qaraydigan bo'lsak, qandaydir bir ma'naviy jinoyat tufayli Sovet ittifoqiga qarshi urush ochilgan bo'lsa, bir qabrni ochilishligidagi ma'naviy jinoyatdan ko'ra kattaroq jinoyatlarni Sovet ittifoqi qilib yurgan edi. Birinchidan, muqaddas qadamjolar o'ta xarob holatga keltirilganligi, omborxona, molxonalarga aylantirilganligi. Hattoki Imom al-Buxoriyning majmuasi ham o'ta xarob holatda bo'lgan. 1959-yilda Livan shayxi Imom al-Buxoriy majmuasi ziyoratga tashrif buyurganda uyalganliklaridan yarim tunda olib kelishgan. Ikkinchidan, ilmli, ziyoli, ahli ilm qorilarni yoppasiga qirg'in qilinganligi, hattoki oila a'zolari bilan. Uchinchidan, aynan insonlar e'tiqodi tufayli doim ta'qibga uchraganligi. Mana bu ma'naviy jinoyatlar qabr ochilishligidagi jinoyatdan ko'ra ulkanroq. Sovet ittifoqini urushga tortilishiga qarg'ish sabab bo'lgan bo'lsa, aynan mana bu zulm ko'rgan insonlarni qarg'ishlar urgandi. Bu meni shaxsiy fikrlarim edi. Fikrlarim sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.